O'rtoqlar Chilonzor 26-kvartal kelganmiz. Uchtepa soliqdan shunaqangi to'g'ri yurib kelganlaringda Aman Residence to'g'risidagi 5 qavatli domlarning birinchi qavatidagi sizlar uchun 2 xonali kvartira topib qo'ydim. O'rtoqlar ushbu xonani ko'rdinglar. O'zinglar uchun bitta mehmonxona qilsanglar bo'ladi. To'g'rida eshikdan kirish qismi, koridorni ham ko'rishingiz mumkin. Kattagina, yaxshi holatda turibdi. Bu xonamiz o'rtoqlar konditsionerlar o'rnatilgan, bir katta zal ko'rishingiz mumkin. Hojatxona sanuzellari alohida razdelni, hojatxonasini ko'rishingiz mumkin. Hamma kafellar qo'yilgan. Sanuzeli. Koridordan bo'ylab yurganimizda o'rtoqlar mana bu yerga o'zinglar uchun tapchalar qo'yib, choy ichishlari uchun, choy ichishlar uchun bemalol sharoitlar yaratishlari mumkin. Oshxonamiz ham ko'rishingiz mumkin. Kattagina oshxonani balkonga chiqarib qo'yishgan. Balkon ham kattagina. Bu kvartiramiz umumiy foydalanish maydoni 54 kvadrat. 5 qavatli domlarning birinchi qavatida joylashgan. O'rtoqlar ushbu kvartiramiz egalari bilan kelishilgan holda talashib tortishib $70,000 ga tushirib qo'ydim. O'rtoqlar hoziroq pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib batafsil ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi.